Ularni xursand qilish uchun Evesosuzdan arzon chiplarni sotib oling. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda men 7 oy nimaga YouTube yo'q qolganim haqida gapirib beraman, chunki 7 oy men mana shu uyni qurdim. Hozir bolla kelgan, uy ko'rar bugun menda. Hozir bolla pastda turibdi, ketdinglarni olib chiqamiz. Yana ijodga qaytolman. Ozgina gaplarim chalkashib ketib qolsa, e'tibor bermaysizlar, chunki 7 oy kontent qilmadim. Pastga ovqat zakaz qilib qo'yuvdim-da. Shu ovqat kelgan, hozir ovqat bilan non olsam bo'ldi. O'z qilmadingizmi ovqat? Ha? O'z qilmadingizmi? Voy, o'zim qilganman. Qo'limni uchastkada qildim. Birinchisiga oyim somsa qilib berganlar. O'zlarining qo'llari bilan uyda o'sha somsalarni bolalarga beramiz edi. Undan keyin akroshka ichadi. Yo'q, birinchi akroshka, keyin somsa, undan keyin manpar beraman. Bo'ldi. Sukunda quyuq ovqat qilmadim. Chunki bilasizlar, o'rtoqlar sukunda ketmaydi. Suyuq ovqat zo'r ketadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yo'li juda tanish. Mana shundan yo'rganmisan? Xullas o'rtoqlar, bu yerda bizning ofisimiz bo'lar edi. Ofisni yoqib qolib, mana shundan u yoqqa niyat qilib yoqdim. Assalomu alaykum. Pishkom komiz akamlar. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Diego. Nima bor? Soat 12 dan voqlikdan Xudoy bo'rdimi? Nima bor? Bugun Nodir uyda aqiqa o'rtoqlar. Hozir men azmga qilay. O'rtoqlar ko'cha juda issiq. Lekin Jeko azm kutib o'tirmaydi, to'g'rimi? Yo'q, 100%. Ikkitasi azm aka. Ketdik. Yaqin keldi. Azmni qilay, okay. Uy ko'rarga ham 12 da keladi. Hozir men kazinga non olishim kerak, okay. Nega non? Ovqatlanmaysiz? Yegan oshi eng zaharmidi? Yomon issiq. Mana shuni kazinga o'tib keling, non oling. Tamam. Kecha olib qo'yish kerak nonni. Non? Uyingda non yo'q bo'lsa bizlar chaqirma. Svejiy olib kelgim keldi. Sizlar uchun jigarim. Shu yerda ham gap topadi-da, bular bor. Xo'p, remontda eng qiyin narsa nima ekan? Xo'p, remontda eng qiyin narsa ustalar bilan ishlash. Chosam ustalar, rostdan mashtimga keldi. Malyarkachi bo'ladimi? Eng zo'r ishlagan ustalarni aytaymi? Eng zo'r ishlagan ustalar bu qo'lchilar, santexniklar, elektriklar, undan tashqari mebelchilar. Bu ularga kafelchilar, ularga men hech narsa olib kelib bermadim. Ular o'zidan bilib, ishini ustalari qildi-da. Kimlar? Ishini ustalari. Ha. To'sa. Voy bale. Shuni ustalar deb ma'no aytasiz. Sizlar ishingiz ustasiz. Qalaysa? Yaxshimisiz? Non olish shunday kazinkadan. Bolla ishing oldi lekin. Bo'pti. Ular shunaqa o'rtoqlar. Bu ustalar haqida keyin ishini ko'rsa alohida aytib berasiz, o'zi. Voy, aldab ketganlar ham bo'ldi. Ha, yo'q-e? Men faqat bittasini qo'ydim. Bittasini Instagramga qo'ydim aldab ketgan. Lekin unaqalardan bir nechta o'rtoqlar. Qanchaga ketishdi общий summa bo'yicha? Общий summa bo'yicha aldab ketishgani bir $4000 chiqadi. $4000 просто yo'q ketib qoldi. Zato men o'sha keyingi qurilish qilsam, o'sha hamma narsani bilaman. Hamma narsani oson qilaman. Tanish ustalar bor. Tanish ustalar bor, если aloqa qilsanglar. Kirila. Kiravo. Bola shu paytgacha ham remont bo'layotgan paytgacha uyimga kelishmagan. Men yordam berardim-ku. Ha, Xohlamayman. qo'lingda kamera bor-ku. Maqtan ekansiz hozir endi. Yangi o'yinchoqlar. Ana telefon. Yosh bolalar yangi o'yinchoq bilan maqtanadi. Endi Noir puli ko'pda shunaqa uyni ko'rasizlar hozir. 10 bosib. 10-etaj.
Jeko. 12 ni bosib qo'ydi. 10 degansan. 10 degan. Kichik ko'rmagan-a? Mana kichik. Yo'q. Bitta saman ko'rgan, bu hali oxirigacha bitmagan. San ko'rmagansiz? Do'stini ko'rganman. Berdi mana. Yo'q, do'stini. Berdi 10 qo'l. Oching nodir. Sizlar Ketdi mana. Bismillah. Odamlar ham shunaqa uyda yashaydi, odamlar ham. Sразу Shohruz shkofdan ochdi. Bu yoqda mana anaqalarim turadi. Anaqa tushgan joylar. Oyoq kiyimlari. Oyoq kiyimlarim turadi. Mani uyda oyoq kiyimim gilam ustida turadi. Zalda shunda. Men kiyib uxlayman oyoq. Mana ingliz bitta baqiraveramiz hammamiz. Skriti garderob. Hozir texnikalar turibdi просто. Seyit bog' o'tdi. Narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi-da. Mana dazmol qiladiganlar bor, bundoq chiqarib. Bundoq yotqizib. Hammaga emas, hammaga emas. Boy bo'lish oson emas ekan-a. Qiyin ekan lekin. Endi qo'ldan kelgancha qildim devorlar. Sanodir ekan. Hop, bu oyimlarning xonalari. Atenda ko'rganman men bunaqasini. Siz borsiz, men borman. Las shunaqa devorga rasm chizdirganman bolalar. Hammasi Qo'l mehnati. bular hammasi qo'l mehnatida chizilgan. Qimmat dedi-ku. Nasib qilsin aka, hammamizga borlar, shunaqa uylarda yashash. Yalaga ancha anaqa maqtanchoq bo'lib qolibsan endi. Yo'q, nasib qilsin senga hamchiga. Kartinkalar ham qo'lda chizilgan. Kartinkalar kompyuterda chizilmaydi, to'g'rimi? Qo'lda chiziladi. Bir xil print chiqarib qo'yadi. Bunaqa print qilsa ham bo'ladi. Mana shu misol, nechi pul nodir shuni o'zi. Misol, ayting, narxini ham qiziq. Buni menga padarga qildilar. Yo'q, o'zi narxi nechi pul premierni? $2000 de, to'g'rimi? Bilmadim endi. Bitta kartinkasi $2000 de, nodir bitta kartinkasi. Men uchun bebaho rasm, chunki buni bu rasmni men oyimga sovg'a qilganman. Mana Nodir yoshliga, mana Nodir oyisi. Ha. Keng dastada 2 kishi ketyapti. Hech kim yordamsiz, o'zligi yo'lini topshirdi. Ana, samo pingvin ketadi-yu. Ha, tushunib qo'ydi ma'nosini sama. Bolakay hali katta bo'lsa. Yo'q, общий sanusi. Bizaga-da, to'g'rimi? Ha, общий. Mehmonlarga gостевой. Ha, birinchi bo'l o'zimi? Ashuni qo'yib olibmi? Hidini qaranglar, saunani, voy, bu mana aqlimdan yaxshi. Sauna? Sauna? Xuddi qo'yaman. Rahmat! Dush demoqchi edim, dush. Bu общийнiki bu. Shunaqa o'rtoqlar endi. Yaxshi yat qilganlar hammasiga nasib qilsin mana. Odam qilgan ish odam qiladi-da. Noyer krasavchik. Yo'q, bu men o'ynam emas bu. Ha, bu Xalchibuqa. Ha, Jigar Krokodilni ko'rmadingiz anqali krokodilni. bu mana glavniy xonam. Asasdan nima qolsan sizlar bekib olib. Yo'q, o'zlariga adilmiymish. Voy, o'zlariga bunaqa emish. Kiyimlaring bilan yotyapman. Qanaqa ochiladi bu? Oo. Yumshoq ekan-a? Bundoq ichiga kirib ketib qolgan. matraslarni qatdan olgansiz? Nodirbek, matraslarni qatdan olgansiz bunaqa yumshoq matraslarni? Matraslar uzdan olganman. Matraslar o'zida, Ha, mashq qo'ying. Instagramga matraslar uz deb yozsanglar chiqadi. Matraslar o'zida men boshqarganman marketingni bir paytlar. Yo'q. Siz boshqarganingiz uchun meni Nodir uyga qo'ydi, aka. Rahmat sizga. Hop, qolsa mebel haqida gapiryaptimi? Ha, men bitta joy yoqdi menga mebellar. Ha. Tipa mana bu yoqni ochdimmi? Mashdamidi? Yo'qda ham, yo'qda ham. Ochgandan keyin ichida svet yonar ekan. Ha. Ochsanglar ichida svet yonar ekan. Zo'r. Menga shunisi yoqdi. Ko'p kiyim. Uyga svetga pul tashlamayapmiz. Bu yoqda ham svet yonadi. Buni xo'p o'zingiz nima qildingiz? Tayyorini oldingizmi yoki vaqtida yasattirdingizmi? Xo'p, bularni hammasini U-mebel yasab berdi. U-mebel. Da, qara qanaqa gatoviyga o'xshab yasab Zo'r. bergan. Faqat shu yoqni meni qolgan mebellarni ham. Hamma mebel. Ha. Hozir endi glavniy Noyer oshxonasini ko'ramiz. Oy. Super, bra. Yeah. Noyer oshxonasi kartinka. Buni ham chizdirishgan. Qo'lda chizilgan. Bu kim bu? Yo'q, buni ma'nosini bilmadim, просто kartinka o'zi yoqdi. Oka mashlab kartinka bering. Kelin bola
Otda tanishib qolgansiz kelib. Mana kartinka achadim. Menmi? O Dumi yo'q ot. Nima degani endi dumi yo'q ot? Qimmat ot-da. Tekshirtirib qo'yding. Tekshirtirib qo'yding. Buni orqasida seyf bor-a? Yo'q. Yashirin yo'l bor yo'q. Mana bundoq qilsang. Yo bu yotganingda qanaqasiga misol uchun? Mana o'ylangan mana. Adasi suv olib keling. Yo'q, mana o'ylangan. Nima? Suv olib keling desa nima yo'q shart buni. Mana Noyer oshxonasi bor. Qani Noir oshxonasi. Bu hammasi tabiiy tosh bunisida. Bular hammasi tosh. Bular ham toshdan qilingan. Mebellar, olmoqchi bo'lsangiz, faqat yu mebel masalan beraman. You mebel? Ha, yu mebel. You mebel. Rostdan mebellari zo'r. Bu O'zingiz suv bo'lsa usti ishlasa qo'yadi. ketmaydi. Yo'q, ustida bemalol narsa to'g'rasang ham bo'ladi. Qirilmaydi. Qirilmaydi. O'zingizni yuzga qildingiz, odamlarga ham tavsiya berasiz. Da. O'zim baraka topgan ustalarga, odamlarga tavsiya beraman. Mamnun bo'pti lekin. Ha, bu Louis Luxdan olingan. Uyimdagi polni освещенияларni, Svet hammasi. hamma svetlarni proyekt qilib, svet qatga tushib turadi, qatga tushsa ko'proq foydasi tegadi. O'shalarni proyekt qilib bergan Louis Lux bo'ladi. И mana bu spotlar bor-ku, mana bular ham. Qaysi nima u spot o'zbek tilida? Spot bu mana Tug'ilgan joyi. kameraga o'xshagan svetlar. Hammasi Louis Luxdan beriladi. Mana misol uchun menga kerak bo'lib qolsa, baribir ham video davomida klipga qilasan. Emas. Shohruzi qasri bor. 7 etajli qasr ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz. Samarqandliklar boy bo'ladi mana, bitta boy. Jivoy ko'rganman men o'zim borib. O'ziga alohida podvol o'ziniki. Men ham aloqam bor. Bor-da. 3 xil sauna, 3 xil basseyni bor. 100 talik. Bitta xonasi mana bitta uyim deydi, to'g'risi. Hali yo'qda. Voy, men vidni qaranglar, vid. Voy. Endi bu uyda asosan men vidga qiziqib olganman. Primerni mana shu Nodira terrasasini o'zi meni uyimning maydonida. Shu terras deyman. Ham kelinglar, chiqinglar, ko'ringlar o'zinglar. Mana bundoq qarab ketadigan bo'lsang, bundoq yurib qo'yib, nashatami cantare con la chitarra. Gap yo'q lekin aka, misol yuribmizda biz ham oddiy xonadonlarda yashab, oddiy kambag'al, sodda bolalarmiz. Atak Shohruz Samarqanddagi uyini sotsa borib, bunaqa uydan 4 tasini oladi. Endi siz mana shunaqa sochilib yurursangiz, aka, bu dunyoda 1-2 bo'lmaydi hech qachon. Do'stingizni, aka, bo'ladimi? do'stingizni xursandchiligiga, yutug'iga siz xursand bo'lishingiz kerak, aka. Kimdir bilan solishingiz kerak emas. Pol yoqdimi pol? Zo'r xato olding, Nodir. Polni menga Archali pol, nima? men mashinaga imенно shunaqa rangi, mana shunaqa stilini bozordan umuman topa olmadim. Shuning uchun men yo'q, Mafga bordim. Mafda mashina ko'rib qoldim, yoqdi, okalar men bilan barter ishlashga rozi bo'lishdi. Xo'p, bo'ldi. Qaranglar. Muzdek akroshka bor. Chamiz ketadimi? Keyin undan keyin somsa bor. Undan keyin mampar bor. Bitta xizmat qiling qani endi. Yeb o'tirib olinglar. Davay yordamlashaman. Men Nodirga yordamlashaman. Shu nima qilamiz, bratim? Nimadan boshlaymiz? Muzdek akroshkadan boshlaymiz. Masjidni Noir oshxonasi olinar ekanda, o'rtoqlar. Mabodoga nima deysizlar? Misol, meni YouTube videoyimga shunaqa lokatsiya kerak bo'lib qolsa, Nodir nima der ekan? Yo'q deydi. Yo'q deydi Nodir. Qizg'anchiqda Nodir. Shunda uyda kosa yo'q ekanda, o'rtoqlar. Ha, Noir shuncha harakat qildi, shuncha qiynaldi, oxiri mana natijaga erishdi. 7 oy Vashi rostdan asablarim ishlab qo'saqatda biratam qo'shaman ichgarim. Qamalkash. Yo'q, hammasini nurni oldim. Yo'q. Mehmonlar uchun-da. Ya yaxshi, uy yomon emas.
Masalan, hazillashib turamiz. Uy juda ham did bilan qurilgan. Eslayman, Nodir o'zi hech kimga muammosini aytmay, o'zi qurdi xullas. O'zi prorab bo'lib, o'zi xohlagan narsasini, o'zi xohlagan dizaynini qurdi. Jo'longa shifat qo'ygan. Bundan kelib sumkam ilib ketsam, shunga o'tiraveradi. Ha, kamol joyi ekan, huzur. Oilaga akam gapirib bo'laman, akamga. Xullas, bolalarga akroshka suzganman. Suvdan kelishdi endi, hozir muzeyimiz akroshka ichib olishadi. Ey, suvdan keldinglar, balki muzderoq narsa qolyapsizlar. Sen video oldingmi yo kontrol qilib turibmanmi? Kir bo'lishiga dedim. Mana buni eshigini ochsanglar, musorni og'zi ham ochilar ekan, Durski? Ha, ochyapman. Musorni og'zi ham ochilyapti. Krishkasi. Mani uyimda любой joyda musor tashlaysiz. Вот rosta, вот. Mana uxlayotibmanmi, bana yeymanmi, otaveraman xatga tushdi. Shunaqa aka. Qoyilman. Endi ikkinchi ovqat bu somsa, oyim qilganlar, o'shancha bolalarning oldiga olib boramiz. Qani. Oo. O'rtoqlar, onani somsasi, nafaqat somsa, balki qilingan barcha taomlari juda ham mazali bo'ladi. Konkretda. Mana hidini qarab bilinib turibdi. O'ylaganda-ku, nima edi? Istishnalagan mana. Yo, u millichada, чисто, Jaydarinskiy. Jaydarinskiy ismlari. Gulchehra opa, mana siz qilib bergan somsalarni hozir yeb ko'ramiz. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Iloyim, mana shu xonadonlarda chiroyli to'ylar ham qilaylik, tez orada. Ha, aytgan. Duolaringiz bilan, hammasi duolaringiz bilan. Aytgan ekansan. Wow. Ajib. Bu mana sanuzlam. Alohida spalingni, master spalingni o'ziniki. Bu ham ichkariga ulangan ekan, внутренний. Внутренний bo'lgan. Tepadan qayerdan tushadi? Tepadan qayerga qotirasiz? Nima? Tepadan suv tushishi. Avurgan. Qulay ekan, men bilib bo'yana qilib. Noqulay emasdan to'rtburchak katta bo'lmaydi. Og'iz ichlaridan yuz o'rgan. Sizga aytayotganim shu ikkazim. Baxshi farosatlarning yo'q ekan bor. Yotibdi, kirib kelsa. Mandan kirib chiqasanlarmi? O'zingizga kirib chiqasanlarmi? Qalay yoqdimi matras yumshoqligi? Matras, men birinchi marta bunday matras yotib ko'rishim, chunki men yerda yotib katta bo'lganman. Birov yotganini o'rmaydi. Gucci yaxshi ko'radi deb eshitdim sizni. Gucci juda ham. Sergeldan ko'p bolalar yaxshi ko'radi Gucci. Nima originalini kiyadi Nodir? Bular originali. Gucci. Shuba ham. Ha, shuba ham. Oqi ham zo'rda, oq. Oqidan olganman. Oq ayoq bilan qora ayoq yuramiz deydi. Xuddi shu shubani oqi bor azimda. Bu yoqda hammasi bor. Anaqalarni shimlarni qarziladi. Ha, shimlarni ana shu qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo ichkari. Anaqa qilib, otganingiz soatli turadi. Unisi yazga pul yetadi. So'la hozir manpar suzaman. Bu eng qichuk manparlardan bittasi. Bolalar yeb baho beradi. Davay. Bu yoqda bolgarskiy bor, pomidor bor, chesnok bor. O'sha suzishdan 5 minut oldin sovurish kerak, o'rtoqlar. Shunda yeyotganda qisir bo'lib mazali chiqadi manpar. Lekin buni ichish kerak bolalar. Bor. Bola juda jo'lon yo'qmi? Jo'lon. Jo'lon? To'letlamay qolsa? Jo'lonchi! Ketirib ko'ramiz. Manpar bizlar bolalar. Bitta ofis olaylik. Mana bosga. Manpar yeymiz.
Ketdi. Zo'r matras ekan-a. Uyg'ondi mana. Ey, Jo'lon uxlab yoribdi-yu. Jo'lon chiq, manbar keldi. Qo'laman noyir xonasida. Oho, chiqib keling. Ha, matras yoqdimi deyman, uxlab olding. Yeysanmi, do'masang? Yo'q, yemayman. Rahmat aka. Yemaysanmi? Yeb ko'r. Qoshiq yo'q, qanaqa yeyman, ukam? Xullas, bu oynani men anaqa Pinterestdan ko'rdim-da. Shotlandskiy oyna deyiladi. Keyin Glassboxdagi Sardor akaga shunday tashuvdim, mana shu oynani qilib berdilar. Qalay? Rostdan aytaman, juda ham zo'r ekan, juda ham tiniq ekan oyna. Reklamni gapirma. Yo, rostdan odam attirajiniyasi o'ziga yoqyapti. O'zim krasavchikni birinchi marta hisoblayapman. Mana oynaga qarayapman. Neoklassika uylarda mana shunday oynalarni kuzatishingiz mumkin va minimalizm bo'lgan uylarda mana shunday oynalar. Bu oyna shunday taassurotni beryaptiki, xuddi kim orqada bizni kimdir kuzatayotgandek go'yo. Yo'q, lekin uni Shohruz tekshirishi bilar ekan. Tekshirishni bilaman. Xullas, barmog'inglarni oynaga olib kelib qo'yasizlar. Agarda barmog'inglarni o'rtasida zazor bo'lsa, to oynani orqasida hech kim yo'q. Agarda barmog'inglar bir-biriga tegib tursa qo'yganinglarda, o'sha payti orqadan kimdir kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Zazor bundoq qo'yib turganda o'rtada zazor bo'lishi kerak. Mana zazor bor mana, qara. Zazor bor azga. Agar qo'ling bir-biriga yopishib tursa, endi gastinitsiyaga borganingizda tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Oilaviy boradimi, yaxshiligi aytayapman-da. Shohruz ko'p gastitsiyada shunaqa tekshirib turadi oynalarni. Ha, keyin anaqa. Xitoyda tekshirganman, mana yaqinda Turkiyada tekshirdim, Batumida tekshirdim. Sabab bor unga yarasha. Ha, Samarqandda zazor bormi o'rtasida? Ha, chunki men gastinitsiyadan yuvinib chiqqandan keyin xalatsiz prosta anaqa yurishlarni yaxshi ko'raman. Yo'q, o'rtoqlar, mana shunaqa oynalar kerak bo'lsa, bemalol Sardor akaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Agar mabodo menga ham kerak bo'lsa, aytsam qilib beradilar, to'g'ri? Nomerlari qoldi mana pastda. Sen qo'ling qichyapti, san. Reklama ostimi? Zo'r, menga yoqdi oyna. Sardor aka, Sardor akamda? Sardor aka eng zo'risiz, ishoning. Mana bundan tashqari dushoy kabinkalarni olib berganlar. Yo'q, dushoy kabinkalar вообще zo'r. Kirasiz, oyna parlanmas ekan. Shu darajada zo'r. Sanjayko, aka, endi o'zingiz bitta duo qilib bersangiz. Chiroyli duo, aka, mana shu. Chiroyli duo. Uylarda inshaalloh to'ylar bo'lsa. Ilohomiy. Mana Nodir uyga keldik, ko'rdik, uy juda ham zo'r chiqqan. Oyna xursand bo'lganlar, videolardan ham ko'rdik. Ilohim shu uyga iymonli, insofli, odobli qiz kelsin, kelin. Oyna sana xizmatingni ilohim qilib yursin, men beminnat qilsin. Amin. Qolgan hammaga ham shunaqa kunlar nasib qilsin. Eng yomon kuning shu bo'lsin. Inshaalloh o'zimga ham kim uylanmagan. Shunlar bo'lsin, shu uylarda inshaalloh. Inshaalloh. Ko'raylik. Hammamizga ham nasib qilsin shunaqa qizlar, farzandlar. Robbana atina fid dunyo hasana fil oxirati hasana va qina azobannar. Amin. Allohu akbar. O'rtoqlar, videoni shu paytgacha ham ko'rayotgan bo'lsanglar, like bilan podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Uyni ko'rib havas qilgan bo'lsanglar, eng kamida sizlarga ham shunaqa uylar nasib qilsin o'rtoqlar. Xayr, salomat bo'linglar, charchamanglar.